Mutaxassislarning fikricha, kuchli dovul, suv toshqinlari, vulqonlarning otilish vaqti, havoning keskin o'zgarishi singari tabiiy ofatlarni oldindan aniqlash imkoniyati mavjud. Ammo zilzila bundan mustasno. Har yili sayyoramizda yuzlab zilzilalar sodir bo'ladi. Albatta, bu kabi tabiiy ofatdan saqlanish va muhim bilim ko'nikmalariga ega bo'lish uchun soha mutaxassislari tomonidan o'tkazib kelinayotgan profilaktik targ'ibot tadbirlarining ahamiyati katta. Navbatdagi targ'ibot tadbiri Muborak tumanining Bobur mahallasidagi ko'p qavatli uylarda yashovchi aholi o'rtasida tashkil etilib, jarayonda mutaxassislar tomonidan fuqarolarga zilziladan oldin, zilzila vaqtida va undan so'ng to'g'ri harakat qilish bo'yicha tushunchalar berildi. Shuningdek, aholining bu boradagi bilim ko'nikmasini mustahkamlash maqsadida zilzila sodir bo'lganda baland qavatli uylarda xavfsiz harakatlanish yuzasidan amaliy mashg'ulot ham o'tkazildi. 15 martdan 15 aprelgacha favqulodda vaziyatlar kuni e'lon qilingan. Shu munosabat bilan bizga hozirgi kunda xonadonma-xonadon kirib, bizda mashg'ulot o'tkazilmoqda. Agar yer zilzila bo'lganda aholi qanday qilib chiqishi, yong'in bo'lganda qanaqa qilib chiqishi, hammasi mashg'ulotda ko'rsatib o'tkazildi hozir. Bu narsa fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida shu narsalar o'tkazilmoqda. Oylik davomida ijtimoiy soha obyektlarida, iqtisodiy soha obyektlarida, mahallalarda va tadbirkorlarda bizlar profilaktik suhbatlar olib boryapmiz. Tumanimiz bo'yicha 50% qamrab oldik. Oylik davomida rejalashtiryapmizki, bizlar 100% to'liq hammasini qamrab olamiz. Maktablarda viktorina savol-javoblarini o'tkazyapmiz. Mahalla aktivlar faollarini yig'ib, suhbatlar o'tkazyapmiz. Keyin xonadonbay uyma-uy kirib bizlar oylik davomida targ'ibot ishlarini olib bormoqdamiz. Xuddi shu kabi profilaktik ishlar tumandagi tibbiyot birlashmasida davom ettirildi. U yerda tibbiyot xodimlari o'rtasida zilzilagacha, zilzila vaqtida va zilziladan so'ng aholining harakati mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Jarayonda soha vakillari tomonidan zilzila vaqtida to'g'ri harakatlanish yuzasidan tayyorlangan video qo'llanma namoyish etilib, ishtirokchilarga turmushda va ish joyida turli favqulodda vaziyatlardagi vazifalari yuzasidan tushunchalar berib o'tildi. Tadbir davomida muassasa ishchi xizmatchilariga is gazi, botulizm va quturish kasalligidan ehtiyot choralarini ko'rishga oid eslatmalar tarqatildi.